islomdan yenib olgan murtatlarga qarshi elib berilgan janglar. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lish bilan tangla murtatlik harakatlari avj elib, har yerni bo'lgunchilik faoliyatlari qoplab ketdi. Bu ahvol faqat Madina, Makka, Taif va Bahraynda ko'rilmadi. Riddat, ya'ni islomdan yenish harakatlari yeyilgan yerlar ichida faqat Madinaning g'arbiga joylashgan xalq Usama qo'shinining Bizanisga qarshi yurish qilishidan qo'rqib, arasalda bo'lib qolgan edi. Ular bu masalani mundoq o'ylashgan edi. Agar musulmonlar rostilla shundoq zo'r kuchga ega bo'lmagan bo'lsa, Bizanislarga qarshi qo'shin avatmagan bo'lardi. Undoq bo'lgan ekan, urushning oxirigacha saqlab turayli. Agar Bizanislar musulmonlarni yengib olsa, hamma ish o'zligidan hal bo'ladi va bizning musulmonlar bilan ayrim urushib yurishimizning hojati qolmaydi. Agar Usama qo'shini Bizanislarni yengib olsa, u chaqda islom o'z o'rnini texmi mustahkamlagan bo'ladi. Bu ahvolda biz hech nima qila olmaymiz. Ya'ni musulmonlarga chiqilishdan bizga hech qanday foyda chiqmaydi. Madinaning g'arbidagi rayonlarda islomdan yenish va bo'lgunchilik harakatlarining ko'rilmasligidagi birdan-bir sabab mana bu edi. Aslida murtatlar ikki xil bo'lib, bir xili Musaylima Kazzob, Tulayha va Aswadga o'xshash soxta payg'ambarlarning peshida so'rilib yuradiganlar. Yana bir xili bo'lsa, Allohga iymon etgan, payg'ambarga ishongan va namoz o'qiydigan turib, zakotni rad qilgan va uni Allohning keskin hukmi emas, balki davlat xalqdan majburiy yig'moqchi bo'lgan boj deb qaraydiganlar edi. Mana bu ikkinchi xildagi murtatlar zakotni o'zlaridan bekor qilib o'tish uchun xalifaning oldiga vakillar o'miga avatdi. Ular Hazrati Abbosdan boshqa musulmonlarning hamma mutavarlari bilan ko'rishdi. Hatto bu musulmon mutavarlarning ichida murtatlarning taklifiga ma'qul bo'lgan bir nechtasi bu vaqtda Abu Bakr bilan talash tortish qilishdi. Ularning orasida Hazrati Umar, Abu Ubayda va Abu Huzayfaning azodkardisi Salim qatorliqlarmi bor edi. Hazrati Abu Bakr bu taklifni qat'iy rad qildi va bu mashhur so'zini dal shu chaqda aytdi. Allohga qasam qilamanki, payg'ambar alayhisalom vaqtida davlatga to'lagan narsani bugun to'lamaslik uchun tirkishadigan bo'lsa, to'laydigan narsasi tugining cho'lvirchilik narsa bo'lsa-mu, ulardan shu narsani to'latgicha elishiman. Ammo Hazrati Umar uningga e'tiroz bildirib, mundaq dedi: Payg'ambar alayhisalom kishilar Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir degicha ular bilan urushishga buyurildi. Kishilar faqat la ilaha illalloh deyish orqali o'z jinini va melini mendan qo'g'dab qola oladi. Uning hisobi Allohga xosdir demaganmidi? Endi biz qaysi haq bilan ularga qarshi urush ocha olamiz? Hazrati Abu Bakrmi uningga qarshi chiqib mundaq dedi: Allohga qasam qilamanki, namoz bilan ro'zini bir-biridan ayirmagan odam bilan to'xtamay yaplishiman. Zakot molning haqqidir. Qasam qilamanki, zakot qilib beradigan narsa bir o'g'loq bo'lsa-mu, uni bermaslik uchun tirkashgan odam bilan urushishdan yanmayman. Shundoq Hazrati Abu Bakr islomni mana shundoq bo'linmas bir butun deb biladi. Chunki farzlarning bir-biridan farqi yo'q bo'lib, zakot har qancha iqtisodiy tema bo'lib ketsa-mu, u islomning muhim shartlaridan biri. Allohga qulluq qilishning bir ko'rinishidir. Islomning bir qismini ijro qilib, yana bir qismiga sal qarashqa hargiz bo'lmaydi. Sahobalar bu xatarlik paytda ishni chiroyliqcha bir taraf qilishni o'ylaydi. Chunki hamma yer birli vaqtda islomdan yenish va bo'lgunchilik qilish harakatlari bilan tavrinishga boshlagan edi. Hazrati Umar Hazrati Abu Bakrga mundaq dedi: Ey Rasulullohning xalifasi, xalqga bir oz siyliq va muloyimlik bilan muomala qilgan. Hazrati Abu Bakr uningga: Men sening menga yordam qilishingni umid qilatdim. Halbuki sen meni xato yo'lga ittirib, parishon qilishga urinyapsan. Yoki jaholiyat davridagi shir yurking islom dinida to'xi yurkiga aylanib qoldimi? Shunisi haqiqatki, vahiy tushishdan to'xtadi, din voyaga yetdi. Undaqda men texi vafot bo'lmay turibla, din zarbiga uchrab yemirilsinmi? Payg'ambar alayhisalom bir kishi faqat dinning haqqini o'tash orqali o'zini mendan qutqiza oladi. Bu dinning haqqi namoz o'qish, ro'za tutish va zakot berishdir. Demaganmidi? Allohning nomi bilan qasam qilamanki, insonlarning hammasi meni tark etib, o'ttirliqda yolg'iz tashlab qo'ysa-mu, men o'zim yolg'iz murtatlar bilan elishiman.
Hazreti Abu Bakr zakat berishni xolamagan munofiqlarning vakillariga qo'pol tegdi va ularga haqorat qilib, talablarini rad qildi. O'z ideyasida ching turib, ularni dinning ahkomlariga bo'ysunishga zo'rladi. Munofiqlarning vakillari o'z qabilalariga qaytib berib, musulmonlarning son jihatda bakmo oz ekanligini ma'lum qilishdi. Chunki u mazgillarda Osamaning qo'shuni Bizanslarga qarab yurish qilg'achqa, musulmonlar onda-sonda qolib qolgan edi. Bu vakillar o'zlarining qabilalarini Madinaga hujum qilishga kuch kiritmoqda edi. Hazrati Abu Bakr Osamaning qo'shunini uzitib qo'ygandan keyin Madinaga qaytib kelib, shaharning cho'llariga qaratib ochilgan darvozalarga nopozliq sahobalarni qarovul qilib qo'ydi. Bularning orasida Hazrati Ali, Zubayr ibn Avvam, Talha ibn Ubaydullah, Said ibn Abu Waqqas, Abdurrahman ibn Avf va Abdullah ibn Mas'ud qatorliqlarmi bor edi. Bundan boshqa har ehtimolga qarshi jamoatning masjidda har doim tayyor holatda turishini amr qildi. Ularni yig'ib mundoq dedi: "Ey jamoat, yer yuzi qaytadan kufrlikqa to'lib ketyapti. Murtatlar bizning sonimizni oz ko'rdi. Ularning kecha yoki kunduzda hujum qilishi hozircha aniq emas. Dushmanlarning bizdan eng yiroqdagilari ko'p bo'lsa 12 mil yiroqlikda turmoqda. Ular taklifimizni qabul qiladi deb o'ylashgan edi. Ammo biz ularni rad qilib, biz bilan bo'lgan bitimni buzdik. Shunga hammanglar bir yerga to'planib, ularga qarshi har doim tayyor turinglar." Hazrati Abu Bakr Osamaning qo'shinlari qaytib kelguncha murtatlarga qarshi jang e'lon qilmaslikni planladi. Shunga u ba'zida o'ziga kelgan vakillarni kutib olib, ba'zida o'zi ularga vakil va hay'atlarni avatish orqali vaqt o'tkazishga tirishadi. Lekin ba'zi munofiq qabilalar Bizansga qarshi yurish qilgan qo'shin qaytmagan fursatdan foydalanib, Madinaga besib kirishni xiyol qilishadi. Darvaqa Hazrati Abu Bakr Osamaning qo'shinini uzitib, Madinaga qaytgandan keyin 3 kun o'tmay turibla Madina kechilik hujumga uchradi. Bu munofiqlar islom qo'shini bakmu yiroqlarda bo'lg'achqa, musulmonlarga yordam qilguvchilarning yo'qligidan xotirjam edi. Munofiqlar Madinaga hujum qilgan vaqtda jiddiy paytda yordam qilish uchun Zulhissa degan yerga bir bo'lik askarni o'rinlashtirib qo'ydi. Ular Madinaga kirish eg'izlariga hujum qilgan vaqtda shaharni qo'g'duvchi muhofizatchilarga duch keldi. Muhofizatchilarning orqa tarafida xabarchilar yugurib yurishadi. Bu xabarchilar darhol masjidga berib, voqeani Hazrati Abu Bakrga yetkazdi. Xalifa muhofizat qilguvchilarning qattiq qarshilik bildirishini topilgandan keyin o'zimo eng tez suratda bir qo'shinni boshlab, shaharning kirish eg'izlariga qarab yugurdi va bosqinchilarni birdamdila terib-eran qilibdi. Ular dushmanni qo'g'lab Zulhissa degan yerga kelganda, dushmanning oldin o'rinlashtirib qo'ygan yordamchi qo'shini bilan to'qirishib qoldi. Munofiqlar to'limlarga havo to'ldirib, egiz yerlardan pastga qaratib dumiltish orqali musulmonlarning to'gillarini yurkitmoqchi va vaqt o'tkazmoqchi bo'lishdi. Musulmonlar ularni ko'p qo'g'lashning hojati yo'q deb qarab Madinaga qaytdi. Bu oraliqda munofiqlar Zulqissadagi tarafdorlardan yordam talab qildi. Ularmi ularning chaqirig'iga ovoz qo'shdi. Shu kechasi Hazrati Abu Bakrmo Madinadan qaytib tayyorlanib, yarim kecha bo'lganda qo'shinni boshlab Madinadan chiqdi. Qo'shinning o'ng qantiga Nu'man ibn Muqarrin, so'l qanotiga uning inisi Abdullah ibn Muqarrin va orqa safga ularning inisi Suvayd ibn Muqarrin qo'mondonlik qilib o'tdi. Sahar vaqti textang yormay turibla, dushmanlar birdilla musulmonlarning qilishli hujumiga uchradi. Nima bo'lganini anqirib bo'lolmagan dushmanlar patparaq bo'lib, har tarafga qochishga boshladi. Hazrati Abu Bakrning bosh qo'mondonligidagi musulmonlar qo'shini ularni toki Zulqissagacha qo'g'lab bordi. U yerda Nu'man ibn Muqarrinni chegara qo'g'dashga tayinlab qo'yib, qo'shin bilan Madinaga qaytdi. Bu zafar bilan musulmonlarning ruhi ko'tarilib, ko'ngli tinchidi. Qabilalar ichida musulmon petiqib qolganlarmi islom dinida ching turishga tirkashdi. Shuning bilan tang musulmonlarni so'yintiradigan yana bir ish yuz berdi. Ya'ni qabilalardan yig'ilgan zakot Madinaga sog'-salomat yetib keldi. Islom moliyasiga mas'ul kishilardan Saffon ibn Saffon Bani Amir qabilasining zakot mollarini elib, Gugum vaqti bilan tang Sa'id qo'g'dayotgan kirish ig'izidan. Zabirqon ibn Badr Bani Avf qabilasining zakot mollarini elib, shu kecha o'ttirlarda Abdurrahman ibn Avf qo'g'dayotgan ig'izdan.
Adi ibn Hatam o'zi mansub bo'lgan Toy qabilasining zakot mollarini elib, sahar vaqti bilan Abdullah ibn Mas'ud qo'g'dayotgan ig'izdan Madinaga kirib keldi. Bu vaqa Usama qo'shini yo'lga chiqib, naq 2 oy bo'lganda yuz berdi. Undan keyin musulmonlarni so'yintiradigan 3-xabar yetib keldi. Bu vaqadan 10 kun o'tmayla Usama qo'shinlari safar quchib, ko'plagan g'animatlar bilan qaytib keldi. Hazrat Abu Bakr Usamani o'zining o'rniga naib qilib belgilab, sizlar aram elinglar degandan keyin Zulqissa va Madinaning kirish eg'izlariga tayinlab qo'ygan askarlar bilan billa munofiq va murtadlarning ustiga qayta yurish qilmoqchi bo'ldi. U yo'lga chiqishdan burun musulmonlar uningga: "Ey Rasulullohning xalifasi, o'tinib qolayli. Bunda qaramlik qilmag'in. Agar sening beshingga biror kelishmaslik kelib qolsa, bizning tartibimiz buziladi. Dushmanning ko'zida sening maqomingning o'rni bak cho'ng. Shunga sen o'rningga boshqa birini tayinlagin. Agar uningga biror ish bo'lib qolsa, uning o'rnini boshqa biri bilan to'ldirib olaysan", deb o'tindi. Hazrat Alimo qilichingni qiniga silib Madinaga qaytgan. Bunda qaramlik qilib bizni asratga qo'ymag'in. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, sendan ayrilib qolsak, shariat ahkomini sendek tartiblik ijro qila olmaymiz, deb uni yo'lidan qaytarishga tirishdi. Ammo u: "Yo'q, qasam qilamanki, men o'z jinim bilan sizlarga yordam qilishga tirishaman", deb javob berdi. Ondan Zulhissa va Zulqissaga qarab yo'lga chiqdi. Yana Nu'man ibn Muqarrin va qarindoshlarini oldingi qitimqidek yonlarga elib, Al-Abraq rayonidagi Ramza degan yerga besib kirib, u yerdagi munofiqlar bilan qurolliq to'qinishdi va ularni mag'lub qildi. Munofiqlar chekinib, oldi-keyniga qaramay qochdi. Hazrat Abu Bakr Madinaga qaytdi. Bu orliqda yana qabilalardan yig'ilgan zakot mollari Madinaga elib kelindi. Mol shu qadar ko'p ediki, islom davlatining xazinasining chiqimidan mo eshib ketdi. Bu mazgil ichida Osamaning askarlarimi xeyli obdan aram elib oldi. Shunga Hazrat Abu Bakr ularni Arab yarim orlining u yer bu yerida bosh ko'tarib chiqqan munofiqlarning ustiga avatish uchun 11 safga ayirdi. Bu saflarning qo'mondonlari va qo'shinning nishonlari tuvandikicha edi. 1. Xolid ibn Valid. U avval o'zini payg'ambar deb chakarlagan Tulayha ibn Xuvaylid al-Asadining ustiga yurish qildi. Bu vazifani muvaffaqiyatli tamomlasa, albatta rayonidagi Malik ibn Nuwayra al-Yarbui al-Tamimining ustiga yurish qildi. 2. Ikrama ibn Abu Jahl. Umu o'zini payg'ambar deb chakarlagan Bani Hanifa qabilasining raisi Yamamalik Musaylima Kazzob bilan urush qildi. 3. Shurahbil ibn Hasana. Hazrat Abu Bakr uning qo'mondonligidagi qo'shinni Yamamada urush qiladigan Ikramaning qo'shiniga yordamchi qo'shin qilib belgiladi. 4. Muhojir ibn Abu Umayya. Hazrat Abu Bakr uning qo'shiniga Yamanda o'zining payg'ambarligini jakarlagan yolg'onchi Al-Aswad al-Anisining qo'llovchilariga qarshi urush qilish vazifasini topshirdi. 5. Amr ibn As. Hazrat Abu Bakr uning qo'shinini shimoldagi Quzza qabilasining ustiga avatdi. 6. Xolid ibn Said ibn al-As. Shamning sharqiy rayonlariga avatildi. 7. Huzayfa ibn Mihsan. Hazrat Abu Bakr uningga Umandagi Daba xalqining ustiga yurish qilish amrini berdi. 8. Arfaja ibn Harsama. Hazrat Abu Bakr uning avval Maharaga berib, ondan Huzayfaning qo'shiniga qatilishini buyurdi. 9. Ma'in ibn Hajiz. Uning qo'shinini Bani Sulaym va ularning ittifoqdoshi bo'lgan Havazin qabilalarining ustiga avatdi. 10. Suvayd ibn Muqarrin. Uning qo'shinini Yamanning Tihana rayonidagi isyonchilarni bostirish uchun avatdi. 11. Al-Ala ibn al-Hazrami. Bu qo'mondon Bahraynga qarab yo'lga chiqdi. Hazrat Abu Bakr o'zi qo'mondonlik qilayotgan qo'shinni boshlab, Al-Abraqning Rabza rayonidagi Abis va Zubyan qabilalarini mag'lub qilgandan keyin ularning Buzaha rayonidagi boshqa tarmoqlarni bo'ysundirish uchun yurish qildi. O'zini payg'ambar deb chakarlagan Tulayhamo mushu yerda edi. Hazrat Abu Bakr bu qo'shinni har qaysi saflarga bo'lgan dastlabki mazgilda Xolid ibn Validning Toy qabilasi joylashgan yerga hujum qilishini va u yerda Toy qabilasi bilan Abis va Zubyan qabilalarini jazolantirishini buyurib, o'zining avval Xaybar tarafga yurish qilganligini, ondan Toy qabilasi bilan jang bo'layotgan mazgilda
uningga jiddiy yordamchi qo'shin bo'lib boradiganligini aytgan edi. Xolid ibn Valid xalifaning ta'limotiga binoan Toy qabilasiga qarab yurish qildi. Ammo o'xshash vazifa topshirib olgan, shundaqla u qabilaning raisi bo'lgan Hatim ibn Adimo shu yerda edi. U xalqni qoyil qilish uchun Xoliddan 3 kunlik muhlat talab qildi. Xolid uning talabini qabul qildi. Darvaqa u xalqni 3 kun ichida qoyil qila oldi. Shuning bilan Xolid ibn Valid u yerdan Buzahaga qarab yo'lga chiqdi. Bu yerdagi to'qinishda Turshavullardan Ukasha ibn Mihsan bilan Sabit ibn Arqam shahid bo'ldi. Rasmiy jang boshlandi. Dushman qo'shinining qo'mondoni Uyayna ibn Hisin va uning qabilasi Fazara ig'ir talofatga uchradi. Uyayna qabilasini tashlab qochdi. Tulayha payg'ambar alayhisalom hayot chig'ida islomdan yongan bo'lib, payg'ambar alayhisalom Dirar ibn al-Azvar boshchiligidagi qo'shinni uning ustiga avatgan edi. Murtadlar qochib Suhayraga berib olishdi, keyin sonlari barg'ansira azlab ketdi. Dal shu kunlarda payg'ambar alayhisalomning vafoti haqidagi xabar yeyildi. Shuning bilan murtadlar jasoratlanib, qaytadan ko'payishga boshladi. G'atfonliklarmo Umayya ibn Hisinning boshchiligida Bani Asad bilan birlashib oldi. Ular undan burun Toy qabilasi bilan kelishanmagan edi. G'atfonliklar bilan Bani Asadning birlashib olganligini ko'rgan Dirar o'zining ularga taqobil tura olmaydiganligini bilib yetib, Madinaga qarab qochdi. Uning amridagi qo'shin tarqalib ketdi. Lekin Xolid ibn Validning Buzaha rayonidagilarni o'ziga bo'ysundirishi bilanla Bani Asad, Bani Amir va G'atfonliklar yangidan islomga qaytishdi. Xolid ibn Valid bu yerdagi ishini tugatgandan keyin xalifaning amriga binoan Betah rayonidagi Tamim qabilasining Banu Yarbu degan aymoqqa qarab otlandi. Bu qabilaning beshida Malik ibn Nuvayra degan biri bor edi. Bani Tamim qabilasi ichida bakmu shiddatlik ziddiyat to'qinish hukm surayotgan paytda Sajah ismli bir ayol ularning ustiga bostirib keldi. Uning bilan birlashishni xohlaganlar birlashdi, xohlamaganlar qochib ketdi. Ondan ular Yamamaga qarab yo'lga chiqdi. U kunlarda Musaylimaning payg'ambarlik da'vosi atrofiga xeyli ko'p tarafdor to'plagan edi. Ammo Musaylima bu ayoldan qo'rqdi. Shuning bilan ular bir-biriga chiqilmaslik haqida ahdlashdi. Hatto uning bilan qolmay ikkisi to'y qilishdi. Ammo u kunlar faqat 3 kun davomlashdi. U ayol yana o'z qabilasiga qaytib, Musaylimaga o'xshash o'zining payg'ambar ekanligini e'lon qildi. Qaytish yo'lida Bani Tamim qabilasining mutavarlaridan bir nechasi uningga hamroh bo'ldi. Ular Yamamaga hujum qilgan vaqtda bu yerning kirimini yerimdan bo'lish sharti ostida Musaylima bilan ittifoq tuzgan edi. Ammo u o'z yurtiga qaytib, tuproqlari musulmonlar tomonidan ishg'ol qilingandan keyin islomni qabul qildi. Undan keyingi hayotini shariat ahkomlariga rioya qilgan asosda o'tkazdi. Sajah Arab yarim orliq qaytganda o'z vaqtida uning bilan ittifoq tuzgan Bani Tamim qabilasidagilar hayron qilishdi va burun uningga yo'l qo'yganliklari uchun pushaymon qilishdi. Ko'p o'tmay Xolid ibn Valid qo'mondonligidagi qo'shin bu yerga yetib keldi. Bani Tamim qabilasining mutavarlari tutilib, Xolidning oldiga keltirildi. Ularning orasida talash tortish yuz berdi va tekshirish orqali ba'zi kishilarning hech qanday haq-huquqi bo'lmay turib, Bani Yarbu aymoqining hukmroni bo'lib olganligi aniqlab chiqildi. Shuning bilan ular darhol o'limga hukm qilindi. Bu asnoda Xolid ibn Validning Turshavullarining qo'mondoni Dirar ibn al-Azvar Bani Yarbuning raisi Malik ibn Nuvayrani o'ldirdi. Bu vaqada bir yurish ixtiloflar maydonga keldi. Xolid ibn Valid Malik ibn Nuvayra o'lib, iddati to'shqandan keyin uning ayoli Ummu Tamimga uylandi. Aytib o'tganimizdek, Abu Jahlning o'g'li Ikrama yolg'onchi Musaylimani jazolash amrini olgan edi. U amrga binoan Yamamaga qarab otlandi. Shurahbil ibn Hasana uning orqasidan mangdi. Ammo uningga yetisholmadi. Ikrama tez suratda hujum qildi, ammo qo'shini yolg'onchi Musaylimaning qabilasi Bani Hanifa tarafidan tarmar qilindi. Shurahbil bo'lsa, yordamchi qo'shinning kelishini kutib o'tdi. Bu vaqtda Hazrat Abu Bakrning Ikramaning saqlab turish uchun avatgan buyrug'i yetib keldi. Uningga u yerdagi vazifasini tugatib, osiylarni jazolagandan keyin Uzayfa ibn Mihsan va Arfaja ibn Arsamalarning qo'shiniga ketilib, Umandagi murtadlarga qarshi birlikda jang qilishini
Ondan Yamandagi ishlarini tugatib, Hazramavut tarafga o'tib ketgan bo'lishi mumkin bo'lgan Muhojir ibn Abu Umayyaning qo'shini bilan birlashishni buyurgan edi. Xolid ibn Valid murtatlarga qarshi janglarni oyoqlashtirgandan keyin Madinaga qaytib, bu jarayonda o'tkazgan ba'zi xatoliklar uchun Hazrat Abu Bakrdan kechirim so'radi. Hazrat Abu Bakr uni afu qildi va darhol yolg'onchi Musaylimaning ustiga qayta yurish qilishga buyurdi. Xolid ibn Valid Madinaga qaytishda Betah degan yerga qo'yib qo'ygan qo'shinini tuzashtirib, keynidan kelmoqchi bo'lgan yordamchi qo'shinni saqlashga boshladi. Yordamchi qo'shin yetib kelishi bilan Musaylimaning ustiga qarab yurish qildi. U Yamamaga berib, o'zidan burun bu yerga yetib kelgan Shurahbil ibn Hasananing yordamchi qo'shinni kutmayla hujumga o'tganligidan murtatlar tarafidan talofatga uchraganligini ko'rdi. Xolid ibn Valid bu yerga yetib kelishdan burun dushman saflari ichida qolgan oz sondagi musulmonlar Bani Hanifa qabilasidan Samama ibn As'al qo'mondonligida Shurahbil ibn Hasana boshchiligidagi musulmonlar qo'shiniga yordam qilgan bo'lsa-mu, buning ko'p foydasi bo'lmagan edi. Xolid ibn Valid uning keynidan yetishib kelib, Shurahbilni aldiroqsonlik qilganligi uchun tanbihladi. Ko'p o'tmay yolg'onchi Musaylima o'zining isyonchi qo'shinini boshlab, Hanifa vodisining ustunki to'piliklaridan burun Aqraba, hozir Jubayla deb atiladigan yerdan musulmonlarga qarshi hujumga o'tdi. Xolid Yamamaning Tuvayiq deb atiladigan do'ngligidan bo'ylab harakatlandi. O'ng va so'l qanotlarining beshida Hazrat Umarning qarindishi Zayd ibn Xattob bilan Abu Huzayfa ibn Utba bor edi. Muhojirlarning tug'i Abu Huzayfaning azodgardisi Salimning. Ansarlarning tug'i Sabit ibn Qays ibn Shammasning qo'lida edi. Angacha Dirar ibn al-Azvarmo shimol tarafdagi bir to'pilikdan, ya'ni Malham tarafdan Aqraba tarafga qarab tushib keldi. Jang bakmu shiddatli boshlandi. Dastlabida murtatlar musulmonlarni orqaga chekindirdi. Hatto bir qism askar Xolidning qarorgohiga yo'shirinib olishga urindi. Ammo orqadan o'zlarini o'ngshab, dushmanga qattiq hujum boshlab, ularni chekindirishga muvaffaq bo'ldi. Kazzab Musaylima qochib, bir bog'ga kirib yo'shirinib oldi. Bu bog' keyin o'lim bog'i deb ataldi. Ammo qutula olmadi. Nihoyat ko'p askarlar bilan bu yerda o'ldirildi. Afsuslanarligi musulmonlar qo'shinidan Zayd ibn Xattob, Sabit ibn Qays va boshqa o'qimishliq, bilimlik va mo'tabar shaxslar bu jangda shahid bo'ldi. Ummondagi Laqid ibn Malik al-Azdimo musulmonlardan ustun kelgachga, xalifa bu yerga avatgan qo'shinning qo'mondonlari Jayfar va Ubadlar askarlar bilan birlikda tog' va dengiz sohiliga chekinishga majbur bo'ldi. Ondan Jayfar Hazrat Abu Bakrga xabar yo'llab, yordamchi qo'shin talab qildi. Shuning bilan Hazrat Abu Bakr Huzayfa ibn Mihsonni Ummonga, Arfaja ibn Harsamani Mahraga avatib, ularning bir-biri bilan uchrashgandan keyin avval Ummondagi ishqa tutish qilishini, u yerga yaqinlashganda Jayfar va Uboda bilan aloqalashishini topladi. Ularning orqasidan yordam uchun Abu Jahlning o'g'li Ikramani avatdi. Ikrama bundan burun Yamamada talofatga uchrab, xalifadan o'zini qo'shin bilan billa Ummonga avatishni o'tingan edi. Ikrama Hazrat Abu Bakrning ta'limotini elibla Huzayfa va Arfajaning orqasidan yo'lga chiqib, Ummonga bormayla ularga yetishdi. Ondan Jayfar va Uboda bilan xabarlashdi. Hammasi bir yerga kelib, plan tuzdi va birlikda Sahar degan yerga qarab yurish qildi. Dushmanlarmo bu chaqqicha Laqitning qo'mondonligida Dabog'i yiqildi va ikki taraf orasida shiddatli jang boshlandi. Jang shunda qizib ketdiki, agar Bahrayn va boshqa yerlardagi musulmonlarga yordamchi qo'shin kelmagan bo'lsa, Laqit musulmonlarni yengib olishi mumkin edi. Ammo oxirida musulmonlar yana ustunlikni egallab, Laqitning qo'shinini tarmar qildi. Musulmonlar to'plangan g'animatning 5dan birini davlat xazinasiga yetkazish uchun Arfaja orqali Hazrat Abu Bakrga yo'lladi. Huzayfa bu yerda qilib Ummonni idora qilmoqchi bo'ldi. Ikrama Mahraga qaytdi. Bu yerning xalqimi murtad bo'lib, ikkiga bo'linib ketgan edi. Ularning bir qismi Shehrit ismli biriga bo'ysunibdi. Ular dengiz bo'yidagi joylarga yerlashgan bo'lib, son jihatdan yana bir qismga qaraganda oz edi. Ikrama ishni bulardan boshlab, ularni islomga da'vat qildi. Ular islomni qabul qildi. Buning bilan murtadlarning yana bir qismi o'z kuchini yo'qotib qo'ydi. Musbih ismli bir isyonchiga agashgan bu murtadlar musulmonlarga qarshi tirishish uchun to'piliklarga yerlashdi.
Ammo ko'p o'tmayla mag'lubiyatga uchradi. Ikroma qo'lga kirgizgan g'animatlarning 5dan birini asirga ilingan Shihrit bilan birlikda Madinaga yo'lladi. Yamanni elib aytsak, bu yerningmi har bir yurtiga birdan zo'migar igidorchilik qiladi. Asvat al-Ansi ismli biri payg'ambar alayhisalom hayot chig'ida o'zining payg'ambarligini e'lon qilgan edi. Payg'ambar alayhisalom hayotining oxirigacha davomli u yerga elchilar orqali xabar yo'llab turdi. Ularmi xeli yumshab qolgan edi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lishi bilan Yamanliklar ahdini buzib tashladi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom u yerga tayinlagan valilardan Amir ibn Hazim va Xolid ibn Said ibn As ikkisi Madinaga qaytib keldi. Boshqalari yerlik musulmonlarning panohiga sig'indi. Hazrat Abu Bakr bu xabarni anglagandan keyin murtatlarga qarshi mujodilaga kirishdi. Avval ularga elchilar orqali xabar yo'llab, ularni qoyil qilishga va islomga qaytishga da'vat qildi. Ya'ni payg'ambar alayhisalomning yo'lidan mengishga tirishdi. Usamaning qo'shini qaytgandan keyin Hazrat Abu Bakr murtatlarga qarshi askariy birliklarni qurdi. Dal shu kunlarda Makka valisi Attab ibn Usaydmi o'z qarindishi Xolid ibn Usaydni Tihamadagi murtatlarning ustiga yo'lladi. Xolid ularga hujum qilib, g'alabaga erishdi. Makka valisi yana Osman ibn Abul Asni Taifqa, ibn Rabi'ani Shanuaga avatdi. Ularmi g'alaba qildi. Yamanning Tihama rayonidagi Uq va Ash'ari qabilalari davolg'ib turadi. Tahir ibn Abu Hala ularning ustiga yurish qildi. U Hazrat Abu Bakrga bu ishni bildirib qo'yish uchun xabar yo'lladi. Ammo xalifadan bir javob kelmay turibla g'alaba bilan qaytib keldi. Hazrat Abu Bakr Jarir ibn Abdullah al-Bujalini Bujayla va Chus'um qabilalariga avatdi. Jarir ularni bo'ysundirgandan keyin xalifaning amri bilan muqimlikni qo'g'dash uchun Najronda turib qoldi. Ondan keyin Hazrat Abu Bakr Tahir ibn Abu Halani Sanoga otlanib, u yerda mudofiasiz qolgan musulmonlarga yordam qilish bilan bir vaqtda Abdullah ibn Savrga maktub avatib, uning da'vatiga qo'shilganlarni askarlikka olg'ach, o'zining ta'limotini kutishini amr qildi. Undan boshqa Muhojir ibn Abu Umayyani Yamanga avatdi. Muhojir Makka yo'li bilan yo'lga chiqdi. Xolid ibn Usaydmi uning bilan birga edi. Ular Taifga yetib kelganda Abdurrahman ibn Abul As ularga qitildi. Ondan Suatda Jarir ibn Abdullah al-Bujali, Tihamada Abdullah ibn Savr qitildi. Najronga kelganda Farva ibn Musayiq qitildi. Qo'shin qo'mondoni Muhojir murtatlarning boshchilaridan Amir ibn Madi qarib bilan Qays ibn Adi Yag'us al-Maqshuhni tutib Hazrat Abu Bakrga avatdi. Ondan davomliq ilgirlab Yamanga kirdi va tarqalib qochib yurgan murtat qabilalarining peshiga tushdi. Hazramaut xalqimi murtat bo'lib ketdi. Payg'ambar alayhisalom o'z vaqtida tayinlagan Ukasha ibn Mihsan va Ziyad ibn Labid al-Bayadi ismli valilar teqcha shu yerda edi. Payg'ambar alayhisalom Muhojir ibn Abi Umayyani murtatlarga qarshi yurishga buyurdi. Ammo u payg'ambar alayhisalom vafot bo'lguncha Madinadan yo'lga chiqmadi. Hazrat Abu Bakr xalifalikka tayinlangandan keyin uni shu vazifa bilan Yamanga avatdi. Muhojir bu vazifani topshirib olgandan keyin yo'lga chiqib Sanoga keldi. Bu yerdagi yerlik hukmdorlar Hazrat Abu Bakr tayinlagan yangi valini kutib o'tdi. Muhojirmi Ikromaga o'xshash Hazramautning ustiga yurish qilgan edi. Ikkisi Ma'ribda uchrashib Hazramautga birlikda kirdi va u yerga hokim bo'ldi. G'animat olgan mollarning 5dan birini asir elingan Ash'as ibn Qays bilan birlikda Hazrat Abu Bakrga avatdi. Ash'as keyinchi hidoyatga erishib, toki mujohid bo'lib, Vaha degan yerga boradigan qo'shinga qitilgacha Madinada turdi. Muhojir Yamanda vazifa elishni talab qildi. Fayruzmi uning bilan birga edi. Undan boshqa Ziyad ibn Labid al-Bayadi bilan Ubayda ibn Sa'dmi Hazramautga yerlashdi. Bahraynda Bani Abdul Qays va Bani Bakr qabilalari bor edi. Bu yerni payg'ambar alayhisalom ayni vaqtda tayinlagan Munzir ibn Sari ismli vali boshqarib o'tdi. Ammo bu zot payg'ambar alayhisalom bilan bir vaqtda vafot bo'ldi. Shuning bilan Bahrayn xalqi murtad bo'lib ketdi. Faqat Bani Abdul Qays qabilasi Jarutning soyasida musulmon peti qoldi. Bani Bakr qabilasi bo'lsa murtadlikda ching turdi.
Jarut asli xristian bo'lib, ayni vaqtda payg'ambar alayhisalomni ziyorat qilib, islom bilan tanishgan edi va bir mazgil Madinada turib, islomni atrofliq o'rganib, o'z yurtiga mo'l islomiy bilim bilan qaytgan edi. Ammo ko'p o'tmay payg'ambar alayhisalomning vafoti bilan uning qabilasi murtadlik yo'liga qarab mangdi va ular Jarutga agar Muhammad payg'ambar bo'lgan bo'lsa, o'lmagan bo'ladi deyishdi. Buni anglagan Jarut xalqini yig'ib, ularga mundaq dedi: "Ey Banu Abdul Qays xalqi, sizlardan bir narsa so'ramoqchiman. Agar bilsanglar, menga javob beringlar. Agar bilmasanglar, og'zinglarni ochmanglar." "Qani so'rag'in," deyishdi ular. Jarut ulardan: "Alloh taolaning bundan burunmi payg'ambar avatganligini bilamsizlar?" deb so'radi. Ular: "Albatta bilamiz," deb javob berishdi. Jarut yana: "Undaqda sizlar bu payg'ambarlarni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglarmi yoki boshqalardan anglab bildinglarmi?" deb so'radi. Ular: "Albatta boshqalardan anglab bildik," deb deyishdi. Ondan Jarut: "Undaqda u payg'ambarlarga nima bo'ldi?" deb so'radi. Ular: "O'ldi," deyishdi. Shuning bilan Jarut: "Muhammadmi ana shularga o'xshash o'ldi. Ammo men shahodat keltiramanki, Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Muhammad Allohning bandasi va elchisidir," deb ularga qoyil qilarlik javob berdi. Ondan ular birdak: "Bizmi shahodat aytamizki, Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Muhammad Allohning bandasi va elchisidir," deb iymonlarini poklab, darhol islomga qaytdi. Ondan Jarutga qarab: "Sen bizning kattamiz, xo'jayinimiz va oramizdagi eng fazilatlikimizsan," deb uningga bo'lgan ishonch va hurmatni ifodalab, musulmonligini davomlashtirdi. Keyincha Jarut bu jamoatni harbiy sabablar tufaylidan ikki ayrim yerga yig'di. Bularga hujum qilmoqchi bo'lgan murtadlarga Hatim ibn Dubay qo'mondonlik qilib o'tdi. Hazrati Abu Bakr A'lo ibn Hazramini Bahraynga yo'lladi. U payg'ambar alayhisalom hayot mazgilida bu yerning valisi edi. U Bahraynga yaqinlashganda murtad bo'lib ketgan Bani Hanifa qabilasining orasida musulmonlikda chong turgan Sumama ibn As'al boshchiligidagi musulmonlar darhol yetib kelib, uning qo'shiniga qo'shildi. Dal shu paytlarda Jarut o'z qo'l ostidagi musulmonlar bilan birga Hatim ibn Dubayga, A'lo ibn al-Hazramining qo'shini bo'lsa, Hajr atrofidagi murtadlarga qarshi birla vaqtda urush qilib o'tdi. Alloh taolo musulmonlarga zafar ato qilib,